Miyopiya davo emas, nazorat talab qiladi. Ko'pchilik ota-onalar farzandlariga minus so'sini to'xtatish uchun, to'r pardani va shoh pardani qalinlashtirish uchun chakkalaridan limfatrop ukol qildirishganini aytishadi. Rostdan ham shunaqami? Keling faktlarga qaraymiz. Hozirgacha dunyo bo'yicha miyopiyani o'sishini to'xtatadigan, to'r pardani va shoh pardani qalinlashtiradigan hech qanday dori vositalari mavjud emas. Ya'ni bu asoslanmagan davo hisoblanadi. Keling, limfatrop ukollarning keraksizligini 5 ta sababini tushuntirib beraman. Birinchidan, limfatrop ukollarni ko'z to'qimalariga yetib borishi isbotlanmagan. Ikkinchidan, to'r pardani va shoh pardani ukollar yordamida qalinlashtirib bo'lmaydi. Uchinchidan, limfatrop ukollar allergiya va limfa tizimini zararlash xavfini oshiradi. To'rtinchidan, limfatrop ukollar bu bola uchun psixologik stress hisoblanadi. Beshinchidan, hech bir xalqaro normalarda, xalqaro tavsiyalarda miyopiyani davolashda limfatrop ukollar keltirilmagan. Endi haqiqiy ilmiy asosiy yo'llar haqida gaplashamiz. Qanday qilib miyopiya o'sishini to'xtatishimiz mumkin? Birinchi usul ekran va yaqin masofa gigiyenasi. Bu 20-20-20 qoidasi. Ikkinchi usul kunduzgi toza havoda kamida 2 soat sayr qilish. Uchinchi usul atropinning past dozali eritmalarini doimiy tomizib yurish, albatta vrach nazorati ostida. To'rtinchi usul tungi o'rta keratologik linzalar. Beshinchi usul kunduzgi yumshoq bifokal defokusli linzalar. Mana bu usullar haqiqiy ilmiy isbotlangan usullar hisoblanadi. Farzandingizning ko'zlari tajriba joyi emas, miyopiyani har xil kerak emas ukollar bilan emas, biz bilan ilmiy asoslangan metodlar yordamida nazorat qiling.